Odamlarga ma'lumot kerak, reklama kerak emas, o'rtoqlar. Bizning yo'nalishimizni bilasizlar. Foydali ma'lumotlar beramiz, layfhaklar beramiz, shogirdlar bilan muloqot qilamiz, ustalar bilan muloqot qilamiz, ozgina yumor qo'shamiz. Xullas, postlarimizning ichida 5-10% holatda o'zimizning ishimizning reklama primoy, to'g'ridan to'g'ri reklama qilamiz. 5-10% holatda. Qolgan 80-90% holatda kuzatib turganlar biladi, foydali ma'lumot bo'ladi. Boshqachasiga shu bo'lmaydi odamlar. Maslahatim, agar siz mahsulot sotmoqchi bo'lsangiz, xizmat sotmoqchi bo'lsangiz, oldin uni ichiga kirib, ma'lumotini berib, keyin orada reklama tiqib keting. Farqi yo'q. O'zingizni xizmatingizni tiqib ketasizmi yoki qanaqadir reklamadachilni reklamasini oldingiz, pul olasiz undan, reklama tiqishingiz kerak. Bundan oldin обязательно bitta ma'lumot berib o'tib keting. Yo'qsa odamlarga qiziqmas sizga aytgan reklamalaringiz, odamlarga manfaat kerak. Vaqt o'zi tez o'tib ketyapti, o'rtoqlar. Foydali ma'lumotlar bilan shug'ullanaylik, foydali narsalar beraylik odamlarga. O'shani ketidan savobini ham olaylik. Xo'p, o'rtoqlar, kuzatib turganlarga rahmat. Shuncha paytdan beri kuzatyapsizlar, like bosyapsizlar, komment yozyapsizlar. Mashalloh deb yozyapsizlar. Alloh davomiy qilsin va xayrli qilsin. Bizning reklamani primoy to'g'ridan to'g'ri ko'rmoqchi bo'lsangiz, o'zimizning ishimizning reklamasini stories kuzatinglar. Lekin o'shanda ham baribir ma'lumot berib o'tib ketishga harakat qilaman. Vaqtingizni o'g'irlashni xohlamayman. Mabodo endi bandamiz, vaqtingizni o'g'irlab qo'yayotgan bo'lsak, foydasiz narsalar aytib yoki foydasiz videoni qo'yib yoki rasmni qo'yayotgan bo'lsa, rozi bo'linglar vaqtingizga. Joninglar sog' bo'lsin. Xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa chiroyli qilib bitkazib beramiz, ya'ni kafir xizmatlari. Sifatli kafir xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, aloqaga chiqinglar, inshaalloh chiroyli qilib bitkazib beramiz. Charchamanglar yana bir marta.